Bir kun obunachi menga Telegram orqali Minecraftga tushadigan fayl tashlab berdi va uni qayerga yuklashimni ham o'rgatdi. Faylni kerakli joyga qo'shdim va o'yinga kirdim. O'yin boshlanishdanoq meni hayron qoldirdi. Qanday hayron qolganimni esa video davomida ko'rishingiz mumkin. Men yangi dunyo yaratib o'ynashni boshladim, ammo bu safar hammasi g'alati edi. Ya'ni o'yin tundan boshlangan edi. Umrimda birinchi bor. Men odatdagidek daraxt chopish bilan survivalni boshladim. Yaxshi do'stlar, mana bu yoqda qishloq bor ekan va bu juda ham yaxshi. Menimcha endi men o'zimga uy qurib o'tirmayman va o'sha yoqqa boraveraman, lekin atrofda moblar yo'qligi meni tashvishga sola boshladi. Qishloq juda ham yaxshi do'stlar, hamma yoq joyida. Qishloqlar ham mana u cho'chqa tomni nima qilyapti? Mayli do'stlar, bu yoqda esa tomorqa bor ekan, men pishgan noqilani o'zimga olaman. Bunday qilib qishloqni aylanib chiqishimga anchagina vaqt ketdi va birdaniga juda ham ajoyib ish sodir bo'ldi do'stlar. Bu nimasi bo'ldi? Hamma yoq yorishib ketdi. Do'stlar, bu meni xavotirga solyapti. Men hech qanaqa cheat kod yo boshqa narsa terganim yo'q do'stlar. Hamma yoq tuman qandaydir chang pasmi yoki yo'q do'stlar, bu yoq nima bo'ldi endi? Hamma yoq yorug' bo'lib ketdi. Qanaqasiga bunday bo'ldigini? Tasodifiy kun o'zgarishi oddiy narsa ekanligini men hali payqamagan edim va oldinda bundan-da yomonroq ishlar meni kutib turganini bilmasdim. Mana bu to'g'rida bir gap bor, u meni kuzatib yurganga o'xshayapti. Sam qo'limda don borligini payqab qoldim. Xo'sh, hammasi yaxshi. Qishloqlar esa har doimgidek to'ppoy bo'lib bir-biri bilan gaplashayotgandek yoki qandaydir qo'zg'alada yuribdi. Yo'q, mana u cho'chqaga yurib keldi. Meni qo'limda sabzi endi-ku kartoshkaga yurib kelyapti bular. Ajoyib, ajoyib. Da, bu versiyada ham o'sha ishlar mavjud. Do'stlar, hozir men o'zimga toshdan asahalar yasab oldim va endi o'zimga qishloqdan birorta uy tanlab olsam yaxshi bo'ladi. Mana uy qanaqa ekan? Da, kengina uy ekan. Ularni esa bir chiqarib yuboramiz. Bora qol. Qochmayapti. Davay o'ldirib yuboramiz unda. Da, bo'ldi. Let's go. Endi bu uy meniki. Endi hech qaysi biring kirib chiqishmay eshik ham ajoyib do'stlar. Bersakni mana bu chekka qo'yib qo'yamiz. Всё. Nima bo'la? Bu endi ikkinchisi bo'ldi. Yana uje birdaniga tushib ketdi. Bu yaxshi emas bolalar. Kimdir men bilan o'ynashyapti yoki bu fayl virusmikin? Obunachimiz video olishimizni iltimos qilganlar, shuning uchun ham endi obunachilarimizni hurmat qilgan holatda video olyapmiz bolalar. Agarda sizlar ham mana shunga o'xshagan har xil virusli fayllarni yoki modlarni bilsanglar, men Telegram kanalimga o'tib, lichkamni topib tashlab qo'ysanglar bo'ladi bolalar. Bu sokinlik bora-bora menga yoqmayapti, chunki har doim sokinlikdan nimadir chiqib kelgan. What the heck do'stlar? Hamma jitillar uyda kechasi bo'lgani uchun bu jitil bo'lsa, bu yo'lda nima qilyapti? Hozir to'xtaylar, buni urmaslik kerak-da. Urmayman, urmoqchi edim, lekin urmayman. Bu qayoqqa borar ekan? Kuzatish kerak uni orqasidan. Davay, kuzatish kerak bolalar. Nima? Qayoqqa qoldi hozir? Hozir ketayotgan doyda men tez qishloqqa qaytishim kerak bolalar. Buni orqasidan poylab borib, bu narsa degan narsalar kerak emas. Bu tiqilib qoldim. Jin o'lgur. Ketdi bolalar. Men uje cho'chishni boshladim. Tez uyga kirib olmasam, hozir nimadir bo'lishini ko'nglim sezyapti. Tez yugur. O'zim uyimga kirib olmasam bo'lmaydi. Peshina turqinga sani. Bolalar. Hozir ko'rdinglar, men ana jitilni poylab borayotgandim, ammo u yo'qolib qoldi. Bolalar, bu meni uje cho'chishni boshlayapti. Biz endi 2 kundan, kunga hisoblay olmadim, chunki har xil ko'raysizlar, kunlar o'zini-o'zi almashyapti bolalar. Shuning uchun kunga hisoblay olmadim. Bolalar, yana tasodifiy ravishda unaqa sakin quyosh chiqishi bilan emas, tasodifiy ravishda tong otib qoldi. Mana bu lo'q bo'lsa hali ham meni uyimda turibdi. Mayli turaversin, basharingga uraysani. Hamma yoq tuman, har doimgidek hech qanaqa o'zgarishlar yo'q do'stlar. Bu yoqda sabzlar o'sib qolibdi. Men shularni olay, hatto ovqat bo'ladi, menga foydasi bor.
Xo'sh bolalar, tomorqalarni ham olib oldim. Yo'q. Nima? Zerikmayapsanmi? Bolalar, endi bunisi lekin realniy ortiqcha. Bu Minecraft o'zi meni zeriktirishga boshlayapti. Zerikmayapsanmi? Zerikyapman. Sen o'yiningda vashi zerikyapman. Yoqmayapti umuman. Bunaqa qiliqlar. Qaydan bu narsalar paydo bo'lyapti? Tavba qildim bolalar, bu qanaqa Minecraft bo'ldi? Mayli, biz taslim bo'lmaymiz. Menimcha bitta yaxshi variant bu qishloqdan bosh olib ketish do'stlar. Bu qishloqda meni hech narsam qolmadi. Hamma narsam o'zim bilan yoki versagimga qaytib kelib ovlamanda, qaytib borib ovlamanda. Xullas, bu qishloqdan boshimni olib ketmoqchiman umuman boshqa tomonga. Xo'sh, yaxshi, bu qishloqdan endi qutulaman degan umiddaman. Bu yoqda qoravoy otlar va mana bitta teshuv bor ekan, teshuv bolalar. Da, bu yoqda ham bitta teshuv bor ekan. He. Bu yerda nima? Yaxshi, temir topdik bolalar. Yaxshi, buni qazib olish kerak, bizga kerak bo'ladi. Yaxshi, do'stlar, ko'p o'xshayapti bu yerda. Bu yerdan 5 ta temir bilan chiqadi. Yo'q, 6 ta. Yaxshi, 6 temir bilan bu yerdan chiqib ketaman ekan. Mana bu yerni ham bitta qazib qo'ysam, bundoq qo'ysam, chiqib ketsam bo'laveradi. Xo'p, endi ko'mirlarni ham qazib olamiz bolalar. Ko'mir va hokazo narsalarni qazib bo'ldim va endi mana bu yoqda yana ham kattaroq g'or bor ekan. Bizga bu qiziq emas va biz o'zimizning qanaqa boshimiz oqqan tomonga ketaveramiz. Bolalar, ancha yo'l yurib qo'ydik va yana yuraveramiz. Oldimizdan bir normalniy joy chiqmaguncha cho'ta mamutlar tanishdi bolalar. Tanish. Mayli, hamma yoq bir-biriga o'xshaydi struktura. What the heck? Men yana o'zimni qishlog'imga qaytib kelib qoldim. Bu nimasi bu? Qanaqasiga? Men aytdim o'qib berlar. Sigim degan narsa ham mana shu yerda turib taxtacha ham. Xuddi yozuv yaramas. Abla qaysi maraz bunday qildigina bolalar. Buni kimdir qilmaydi, bu virus bolalar. Bu tushunmayapman men umuman. Vashita ne buna bo'lyapti? Men hozir ancha to'g'riga ko'rilib ketdim-da. Undan keyin sizlarni vaqtinglarni bekorga olib o'tirmay deb uyam joppa joyida versakni men olib ketganman. O'yin davomida bunaqa zerikmayapsizmi degan tekstlardan 3-4 marotaba uchratdim va atrofida redisonlar bilan dash do'stlar. Agarda sizlarga videoni keyingi qismi ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoga like bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.